Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu teala'nın pez ihsan ve inayet ile et-tefsir-i müyesserinin uzun dersimiz devam kan bulup İbrahim suresi ve 6. ayet kelip to'xtab ketganmiz. Shu ayetning o'zidan ala darsimizin davomlashtirishimiz inshaalloh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به مما تدعوننا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kıskısı Uygur tercümesi. Musa öz vaqtida öz kavmiga Allah'ın sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Allah öz vaqtida sizlarni Fir'aun qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaydi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi.
Bunun da Parvardigarınlar tarafından sizlerge çoğun sınak var idi dedi. Öz vaqtida Parvardigarınlar nimetimge şükür kılınla. Nimetimge şükür kılsanla onu texmi ziyade kılmen. Eğer küfrani nimet kılsanla mening azabım elbette bekmi qattiq buludu deb jakaledi. Musa öz kavmiga eğer sizler ve bütün yeryüzündeki kişiler kafir bulup ketsanlarmı Allah'a kılıç ziyan yetküzelmeysizler. Çünkü Allah elbette hemmeden bir hacettir, medhileşki layıktır dedi. Sizlerden ilgiri ötken Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin ve ulardan keyin kelgen sanini fakat Allah biladigan ummetlerinin xabri sizlerge yetmedimi? Ularga peygamberleri mucizler bilen keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning eg'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarliklaringlarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondamiz dedi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Alloh gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ejlinglar yetguncha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshashli inson. Ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lsizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar dedi. Xo'sh. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكر أيها الرسول لقومك قصة موسى عليه السلام حين قال لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم حين أنجاكم من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد العذاب ويذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يأتي منهم من يستولي على ملك فرعون ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان وفي ذلكم البلاء والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم. Ey Peygamber Aleyhisselam kavminge Musa Aleyhisselam'dan vakaligini bayan qilib bergan. Öz vaqtida Musa Aleyhisselam Bani İsrail xalqiga shunda dedi, nima deb? Allohning sizlarga bergan ne'matlarini eslanglar, buni unutib qolmanglar. Allah sizlarni Fir'on va Fir'onning lashkarlaridan, qanot quyruqlaridan, buningki jallatlardan sizlarni qutuldirdi. Ular o sizlarni qattiq azaplaydi. Sizlarning o'g'il bolalaringlarni hammani bo'g'izlab, ulardan ya'ni Fir'on podshohligiga egul bo'ladigan bir kim kip qolmasin degan darajada ularning o'g'illarini, sizlarning o'g'illaringlarni o'ltiradi, bo'g'izlaydi. Ayolinglarni xizmat silib, uni xo'rlab qilish uchun buni saqlab qolardi, buni hayotni qoldiradi. Bu imtihonda va bu sizlarni bu Fir'on va Fir'onning atbolaridan sizlarni qutuldirishda sizlarni Alloh subhanahu taolo tarafidan bir ixtibor qilib, bir sinab beqish bor. Parvardigoring tarafidan sizlar uchun ixtibor azim, cho'ng bir imtihon bor buning sizlarga. وقال لهم موسى واذكروا حين أعلم ربكم إعلاما مؤكدا لئن شكرتموه على نعمه
لَيَزِيدَنَّكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَئِنْ جَحَدْتُمْ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَيُعَذِّبَنَّكُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. Musa Aleyhisselatü Vesselam bu Beni İsrail halkı şuna dedi ki, Eslanla, yaditinglar, Parvardigarыңlar sizlarga shundoq puxta, aniq nim qildi, bildirdi. Hine a'lama rabbukum i'laman muakkada. Buni kuchliq, ya'ni qanday qildi? Bir jakolatlik e'lon qildi. Nima deb? Agar u Parvardigoringning ne'mati qarta Parvardigoringlarga shukr etsanglar, albatta sizlarga o'z fazl rahmatini ziyoda qilayotganligini buni ochiq jakoladi. Agar Allohning ne'matiga sizlar tuzkorlik qilib, osiylik qilsanglar, albatta sizlarga shundoq bir qattiq azob bilan azoblaydiganligini jakoladi. Buni eslanglar, buni hech yodingizdan chiqarib qo'ymanglar dedi. وقال لهم إن تكفروا بالله أنتم وجميع أهل الأرض فلن تضروا الله شيئا فإن الله لغني عن خلقه مستحق للحمد والثناء محمود في كل حال. Musa Aleyhisselatü Vesselam bu Beni İsrail halkı şuna dedi ki, eğer Allah'ın ki bu nimetlerini insandan çıkarıp koyup, Allah'a tuzgorluk kılıp, Allah'a kafir olsanlar, ele olsılar, bütün yer şeriki halkının hemimiz kafir olsun mu, Allah'a kılçılık ziyan etkizemezsizler. Çokum Allah özünün mahlukatlarından bir hacet. Hem de sanaga layık. Her halda maqtilib, hamd etilib turilgan zot Alloh subhanahu taolo. Bütün mahlukatlar hamd etib turdi. Sil hamd etmaganga, bütün ahli zimin hamd etmaganga Allah subhanahu taolo hamdsiz qilmaydi. Qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Onun ziyni vabali faqat o'zanlik qaytadi. Onun uchun Allohninki ne'matini aslab bununla hamd etinglar. Herkes yadыңdan çıkırıp koymanglar. Şuna layık Allah'ın kulluğunu kılыңlar. Elem ye'tikum ya ummete Muhammedin hayr haberul umemilleti sabakatkum kavmu Nuhin ve kavmu Hudin ve kavmu Salihin vel umemulleti ba'dahum la yuhsi adedahum illallah. جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحات فعضوا أيديهم غيظا واستنكافا عن قبول الإيمان وقالوا لرسلهم إنا لا نصدق بما جئتمونا به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيمان والتوحيد موجب للريبة. Kemmidin sizlarga, ey Muhammad Aleyhisselatü Vesselam'ның ummatlari, sizlarga ilgari olgan, bundan burun o'tgan ummatlarning xabari kelmadimi? Nuh Aleyhisselam'ның qavmining xabari kelmadimi? Hud qavmi, Salih qavmi va uningdan keyingi ummatlarning xabari kelmadimi sizlarga? Ki ularninki son sifirlarini faqat Cenab-ı Allah o'zi biladi. Netis va onundan keyin necha payg'ambar o'tgan, uni qancha ummat o'tgan, uni Alloh o'zi biladi. Ammo shularning xabari kelmadimi sizlarga? Albatta, bu ummatlarning payg'ambarlari dalil faktlar bilan, ro'shan hujjatlar bilan keldi. Ular g'azab qilgan jahdidan, iymonni qabul qilishdan bosh tortganlikning jahdidan qo'llarini tishlab oldi. Achchig'lanib, unaqa hasad qilib va dedi o'zim payg'ambarlar uchun bularni deb, cho'qim biz sana sen bizga ep kelgan narsa biz ishonmaymiz sana dedi. Albatta cho'qim biz sen bizni iymon tavhiddan iborat chaqirayotgan narsang haqida shak shubhidamiz. Bu
Elbette şekini lazım tutu. Sizin bu çakırgın. Biz bu sizin davetin hakkında biz işinci kılamatımız şek şübide dedi. قالت لهم رسلهم أفي الله وعبادته وحده ريب وهو خالق السماوات والأرض ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق وهو يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستعصال فيؤخر بقاءكم في الدنيا إلى أجل قدره وهو نهاية آجالكم فلا يعذبكم في الدنيا فقالوا لرسلهم ما نراكم إلا بشرا صفاتكم كصفاتنا لا فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلا تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. Ular için bu ilgak ümmet için ümmetin peygamberleri ularga aytgan peygamberler şuna dedi ki Allah hakkında ve o birli Allah'a ibadet hakkı birli Allah'a ibadet kılış hakkında şek ve mesela şek şübhi kılıvatamızlar şübhi kılıvatamızlar Allah subhanahu ve taala asmallani ve zemin yaratkucu zat ve bu ikisini yoktan payda kılan zat ala gayri misalin sabiqin yuqurgaço bir örnek to'xtab qo'ymasdan bir örneksiz hiçbir o'xshsiz osmon zaminni paydo qilgan zot bunuga bu zotga qulchilik qilish haqida ikkilanib shak shubhaga tushdingmi u Alloh seni iymonga chaqirdi maqsad sizlar uchun bundan burun shirkni iborat qilib qolgan bu xatolig'inglarni apu qilyotgan uchun va sizlardan tüp yıldızlarını kurtup taşımadıgan bundaq bir azaptın müdafiə qilsin üçün və sizlərni muş dünyada enib sizlər belgilep qoyğan ta ecranlar kelgan kadar sizlərni muş dünyada bir vaqtlik təxir qilib toxtatsın üçün sizlər bu dünyada azaplanmaslik üçün u taqdir qilgan ecel qaysi sizlarning ejalning oxiriki sizlarning mush dunyodan o'ladigan vaqt saytinglar shu qadar sizlarni mush dunyoda to'xtab qoldirsin uchun ta'xir qilsin uchun sizlarning nima qilganlarni qilib qilishinglarni Alloh subhanahu va taolo bunday qilib sizlarni iymonga chaqirdi bu zot sizlar mush zot taqdiri sizlar shubhidamasizlar dedi ular o'zlariniki payg'ambarlar uchun biz sizlarni faqat bir insonni ko'ramiz biz sizlarning suputinglar bizning suputimizga o'xshashlar sizlar uchun bizga bizning ustimizda hech qanday bir farqligimiz bir alayliglar yo'q sizlar biz o'xshash bir odammiz ki sizlarni payg'ambar bo'lishga yaramli qiladigan mutaahhil qiladigan yaramli qiladigan ahliyatli qiladigan bir özelligim var bir xil alayligim yo'q bizning ustimizda bizning sizlardan kamchiligimiz yo'q sizlarning bizning ortiqligimiz yo'q o'xshash bir inson dedi faqat maqsadinglar bizni bizning ota bobolarimiz bu asnam avsomdan iborat bizning ota bobolarimiz ibodat qilayotgan mushu narsaga ibodat qilish bizni to'shishdan iborat sizlar maqsadingiz shu tamam bundan mı kılaylı ama bizge fe'tuna bi hüccetin zahira. Anda xoğan bolsa bizge sizlar degan narsaning sizlarning chaqirganlarinki rost ekanligi guvohlik beradigan oshkora bir pakt hujjat keltiringlar andaqda deb bu xil urunsuz talablarni qo'ydi nurg'un dalil paket nurg'un hujjat nurg'un mo'jizalar yetmaydigandek yani belki onu yetmey, onun üstüne başka yani hüccet keltirdi. Bu ne kadar ulanınki
azgınlık, ne kadar gumrahlık, ne kadar benvaşlıkka çümüp ketkenliginden direkt berdi. Hoş, dersimiz bugün vakt itibariyle muşuna kipayelimiz. Davamı Allah halsı et oludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.